Hurmatli kuzatuvchilarimiz, hozir biz mana Ingarajga kelib, o'sha korobka avtomatni moyni almashtiradigan uskunani olib kelib, hozir mana shu Sparkimizga moyni almashtirib bermoqchimiz. Biz bilan mana shu Xitoydan kelgan mutaxassislarimiz, mana Ruby, mana o'sha Smart Safe kompaniyasining menejeri va James o'sha texnik menejer bo'lib hisoblanadi. Bular astoydil o'sha Xitoydan kelib, bizga mana shu uskunani qanaqa ishlatishi, qanaqa pluslari bor, qanaqa qilib bu uskunani yillar davomida keyin texnik podдержка qilishni o'rgatib ketishmoqda. Ushbu uskunamiz mana avtomatik tarzda o'sha aytib o'tganimdek korobka avtomat moyni almashtirib beradi. Keyin mamni mana ishlash hozir o'rgatamiz-ku, lekin juda ham oson. Mamni mana yangi moy, mana mamdan o'tadi, eski moy. Keyin mamniqi mana adapterlar bor, mana mamni buni ochib turib, o'z komplektida bo'ladi. Look, mana adapterlar. Bu adapterlar mana mashinalar har xil bo'ladi-yu, mana bugun Sparkni hozir zamena qilib beramiz. O'sha korobka avtomatini Cobalt bor, o'sha inomarkalar bor. Shularga har xil mana perihodniklar mavjud. O'sha perihodniklar bilan ulab turib, bemalol ishlasa bo'ladi. Unga endi podyomni kerak bo'ladi. Mana mashinamizni ko'tarib olganmiz. Hozir sekin uni ishlashini ko'rsatib o'tamiz. Menyulari mana ko'rib turibsizlar, mana hammasi ruschada. Menimcha endi hammasi ruscha tushunsa kerak. Mana заменить ATF, mana выставить уровень ATF, вставить новый ATF. Endi hozir hammasini mana bitta tushuntirib o'tamiz, xudo xolasa. Birinchi bo'lib turib, hozir zashitasini yechib olamiz, nima ham poddonniga. Mana qaranglar, men bu Spark avtomat mashinasini hozir o'sha korobka moyni almashtirib beryapmiz. Hozir men patrubkalari mana mamdan yechib oldik-da. Mana patrubkalarni. Mana pastdan yechib olmoqchi edik, bo'lmadi. O'sha men tepadan yechilar ekan. Hozir bularga mana apparatimizni ulaymiz. Mana bir xil so'raydi-da, men bu patrubkasiga chap o'ng farqi bormi yoki vxod-vyxodi, chiqish-kirish farqi bormi degan savolga yo'q, buni farqi yo'q. Qaysi bo'lsa ham ulaveramiz. Mana menga bittasini ulab olamiz. Mana perihodnik bo'lib turadi. Ulavamiz. Mana xamuti bor. Xamut qotirib qo'yamiz. Mana pastagisi ham bitta yana. Davay. Mana ulagandan keyin hozir men bu yangi moy olamiz, mana kastrol moyi 5 litr ketar ekan bu korobka avtomatga. To'g'ri 8 deyishyapti ustalar, endi 5 litr yangi bachog'iga quyamiz. Men yangi bachog'iga quyish uchun mana men ochamiz, mana mamtini. Hozir mana Volodya aka льется что-то. Mana mamni ko'rsanglar, mana mamni sekin bakkaga quyilyapti. Bundan mana yangi bakka, mana new fluid degan, yangi jidkis degan mana mana shu quyilyapti.
Endi mana bu ko'rib olinglar. Mana Nova degan joyda mana 4 kiloyu 63 630 gram quyildi. 4 kilo 630. Bu kiloda o'lchaydida, bu litrda o'lchamaydi. Endi litr bo'lganda o'sha 5 litr bo'lardi bu yerda. Mana zaменitga qo'yamiz. Enter. Primovad 3 litr 200 gram qo'yamiz. Enter. 0,26. Birga bo'lsa xullas, mana bundan mana baribir plus minus 0,5 500 gram bo'lish kerak ekanda bu yerda mana ko'rdinglarmi? O'sha 500 gram razitsasi bilan olish kerak ekan. Parçası ketyapti. Tortyapti. Ular o'shanchidan ham ko'proq moy quyish kerak edi. Качественно. Все, есть. Там сколько показывает? Пошел? Короче, больше масла надо, да? Тогда вот так он устанавливается. Xullas, hozir video oxirida aytib ketamiz-da, bu narsani. Практически все высосал. Mana отработки masla mana 462 yengina. Xullas, mana bu hozir mana ko'rib turibsizlar, Nova edi mana 400 gram. Endi yarim litr pogрешниси bor ekan buni. 0,5 mana 460 gram qovotida, bu shlanga, plangalarda qoladi. Mana mana отработка mashina tortib olganimiz 4 litr 620 gram bo'ldi. Biz hozir biza buni polni zameni qilib bo'ldi. Mana hozir bular hamma narsa olib tashab, endi buni qulay tomoni. Mana qancha moy solsangiz, shuncha moy nima qiladi? Tortib oladi. Yoki o'shani tortib olgandan keyin o'shancha qancha tortib olgan bo'lsa, shuncha moy quyib beradi. Keyin mamtida yana bitta fishkasi bor. Endi yuvish kerak bo'lsa, korobka avtomatni mamtga bir o'zini jitkisi bo'ladi, maxsus. Jitkisini solib turib, keyin o'zida mamtda добавить очиститель degan nimasi bor mana. O yozib qo'yibdi. Добавить очиститель. O'sha очистительni добавить qilsa, o'sha yangi moy bilan mana добавить очиститель, o'sha yangi moy bilan o'sha korobkaga kirib turib, o'sha korobkani yuvib turib, yana o'shani chiqib ketadi. Mana shu. Agar sizlarga ham mana shunaqa sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sergeli moshina bozori 77-do'kon yoki mana shu nomerlarga murojaat qilsanglar, batafsil ma'lumot beramiz.